Dada, men Rossiyadan uchib keldim. Ha, uchmi o'y, hayvon piyoda kelsa ham sal vaqt o'tardi, odam sog'inardi. Onayni emgir. Xuddi 5 yil yurganga o'xshab mag'rur yurmagin, o'zi ketganingga bir hafta bo'ldi. Odam boshqa kiyimda Rossiyadan kelsa, uzoq yurgan bo'lib qolmaydi. O'zi safarga chiqib ketadi, u yoq bilan yurganmisan? Dada, men nima qilyapman? Ishim o'xshamayapti. Itdan tarakan, ishi ko'tim yo'q, doğru. Ishonolaman senga. Dada, zerikdim, endi Rossiyaga ketaman. Kirmishi hali ayim bilan ham ko'rishgani yo'q. Sen bitta uyga kirib yaxshi uxlab chiqsang ham, Rossiya borib kel, doğru emas hayvon. Darrov qaytib kelasan baribir, onayni emgir. Dada, endi ketmasam bo'lmaydi. Xazaynim Misha chaqiryapti. Qazayning Mishani bilaman, 5 minutga chaqiradi. Choy ichasan, qaytasan hayvon. Sen bo'lib yo'l kelingan puling yo'q. Bari 2000 birlar shunaqa bemaqsadmi yo bitta senmisan, 2000 birlar qanday bo'lmasin, chora topadim. Molni olib sotamiz yo'l kiraga. Uyda sendan boshqa mol yo'q hozir. Hammasini sotib olganman. O'zi qarab olam. Rossiya borishdan nima maqsad o'zi? Yashashdan maqsading bormi? Yaxshi ishlab sizlarni umraga jo'natishni niyatim. Hayvon, seni Rossiyaga jo'natgan pullarimga 6 marta hoj olib kelardim. Ammo bu gapingiz ham to'g'ri dada. Umraga jo'natish uchun Rossiya borish shart emas. Mana shu yerda ham imkoniyatlar bor. Qanday? Ko'rmayapman. Qara olamjon, mana o'zimiz marhamatli, kal inson ekan, yo'q